ming sotilgan tovarlar ham, 350 ming sotilgan tovarlar ham, 250 mingga sotilgan tovarlar ham Luboye 99 ming so'm. Tushuntirman. Do'konimizda 6 ming xilga yaqin tovar bor. Luboye hozirdan boshlab bir hafta 99 ming. Hali shunaqa 250 mingdan sotish kerak bo'lgan so'mkalarimizni o'zi 150 mingdan qilib qo'ygandik, lekin klientlarimiz maza qilishsin deb shunaqa zo'r brendli asl farqi dokumentli so'mkalarimizni ham sarpobob, sovg'aboblarni ham 99 mingdan qilib olganmiz. Agar sizlarga katta variant so'mka kerak bo'lsa, shunaqasi. Kelaveringlar, Luboye 99 ming bo'lib ketdi. Qaranglar. Rubashkalar 99 ming, ko'ynalar 99 ming, oyoq kiyimlar, sumkalar, kastam shimlar, dvoykalar, trikosharlarlar, erkaklar oyoq kiyimlari, bolajonlar kiyim-kechaklari. Luboye 99 ming, manzilni tushuntiraman, qaranglar. Xo'p, bu tomoni telxoz chorrahasi bo'ladi. Telxoz chorrahasidan yurib kelganinglarda Lokomotiv bog'i bor bu tomonda. Yangi tushgan universitet, bu tomonda Lokomotiv hostel, yana ham batafsil qaranglar. Limonariya mahallasi bo'ladi. Zo'r oshxomsani shunoqini ro'parati do'konimizda mana. Bu Instagram, bu Telegram sahifamiz bo'ladi. Ko'rsatib turar. Bu admin raqami bo'ladi. 88 966 33 screenshot qilasizlar. Xitoyda ishlab chiqarilgan Kalashovkali bo'lgan bularimiz 99 mingdan 3 botqichda katta kichkina bo'ladi. Xitoyning mahsuloti. Bu hali hammasi emas, o'rtoqlar qaylar o'zi shunaqa kattagina zo'r so'mkalar, lekin ichidan bolajati ham chiqadigan modellarimiz ham 99 ming so'mdan bo'lib ketgan. Men o'zim ham hayratdaman, o'zi ham do'kon egalaridan 3-4 marta so'radim, hazillashmayapsizlarmi deb. Yo'rost ekasizki, klientlarimizdan maza qilishsin, shunaqa zo'r so'mkalarni hamma tovarlarni 99 mingdan. Bu qayerga bu? Bizni ko'rib turganlar nima qilsa? Xo'p, ichkarini ko'rsatib o'taman. Xaridorlaringizga qaranglar. Gap soati bilan 150 mingdan sotilgan Luboye 99 ming so'm. Tasavvur qilinglar. Necha foiz skidka olib ketadi? 200 mingdan sotilganlari ham 99 mingdan qildi. Hali mana 200 minglik tovarlar 99 mingdan qo'ydik. Bitta duo qiling, aksiyani boshladik. Amin, savdolar mo'l bo'lsin, hamma xalq rozi bo'lsin, davlatimiz tinch bo'lsin, Xudo barakanglarni bersin, xalqqa mazza qilsin, savdolari iloyim uzoqqa cho'zilib turib, yana yangi narsalar kelsin. To'ylarga, hashamlarga, hamma joyga yaxshi kiyib, hamma rahmatlar aytsin. Duoni oldik, endi savdoni boshlaymiz. Hozirdan boshlab qaranglar, 200 mingdan sotilgan, 200 mingdan sotilgan triko shalvarlarimiz, shimlarimiz, bularimiz premium segmentda bo'ladi. Oldi qoshda ishlab chiqarish bilan adashtirmanglar. Rostakasım Xitoyniki. O'rtoqlar ko'rsanglar bo'ladi, 250 mingdan 299 mingdan sotilgan shunaqa chiroyli klassik shimlarimizni, kostyumlarimizni ham 99 mingdan bo'lib ketgan. Razmerlaridan, rassetkalardan umuman problema yo'q. Kevrasida bu yerda shunaqa eng chiroyli variantdagi katta razmerlar ham, kichkina razmerlar ham xaridor yo'lda ekandek. Bor bo'lgan shimlarimizni, jinsi shimlarimizni, mana bunaqa muzdikina shalvarlarimizni xohlaganinglarni 99 ming so'mdan tanlamasanglar bo'ladi. Bularga moslashtirib, bu yoq tarafda shunaqangi asqal modeldagi rubashkalarimizni qo'yib qo'yganmiz. Rubashkalarimiz ham o'zi stiklada edi, lekin bularimizni ham klientlarimizga baraka topsin, duo qilib olib ketsin deb 99 mingdan qo'ydik. Men modelni nima deyapti qizlarjoylar, kaliska modelimiz 250 mingdan 300 mingdan sotilishi kerak bo'lgan modellarimizdan ham 99 mingdan qo'yib yuborganmiz. Materiali Lyon, qizlar bilasizlar, Lyon juda ham zo'r bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, faqat o'ramaganlar uchun emas, o'rangan klientlarimiz ham baraka topsin deb shunaqa chiroyli bo'lgan dvoykalarimiz, namazniklarimiz barchasi 99 ming. Uyonmayli mana bu tomonga ko'rsatamiz, jinoyat operator qaranglar. Bularimiz 400 ming, 500 ming sotilish kerak edi. Lekin biz aksiyaga 150 mingdan qo'ygan edik. 150 ming, 150 ming, 150 ming, 150 ming, 150 ming. Yo'q, endilikda Luboye 99 mingdan qaytarib o'taman. Do'konda qo'linglarga nima tovar kirsa 99 ming so'm. Like boting, obuna bo'ling, yaqinlarga yuborib qo'ying. Bu aksiyamiz bir hafta mobaynida davom etadi, ya'ni 18-dan, to'g'rimi? 18-dan 25-maygacha 88 kod bilan 966 adres raqam bo'ladi. Olishinglar kerak, chunki hozir ko'rgan tovaringlar ertaga yo'q deb qolsin. O'sha uchun yokida mana pastda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilib dastavkalardan foydalaning yoki do'konimizga kelib ushbu skidkalardan birinchilardan bo'lib foydalanib qolinglar. Manzil o'sha Tashkent 26 birida, Temur Malik 26 bir, Lokomotiv bog'ini shunaqa qilamiz.